Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi videorolikni yozyapman va e'tiboringizga taqdim etmoqdaman. Xo'sh, bugungi videoroligimning nomi nima? Bu tarixiy bilim nima? Endi bu umumiy nomi. Videorolikni albatta mana 4 ta savolni ko'rib turibsiz. Tarixiy bilim nima? Tarixiy savodxonlik nima va tarixiy savodxon inson kim? Tarixiy bilimlarini qanday qilib saralab o'rganish va o'zlashtirilmagan bilimlarni qanday qilib aniqlashtirish mumkin? Tarixiy bilimingiz bormi yoki tarix ilmiga egamisiz? Mana shu jabhalarni demak sizlar bilan o'rganamiz. Xo'p, tarixiy bilim nima? Tarixiy bilim, masalan, matematik bilim nima? Ona tili bilimi nima? Umuman til bilimi, filologik bilim nima? Diniy bilim nima? Huquqiy bilim nima? Siyosiy bilim nima? Geografik bilim nima? Xuddi shunday. Aynan o'sha fanga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilish, bu demak o'sha fanni bilimi deyiladi. Masalan, tarixiy bilim demak tarixiy sanalarni, tarixiy voqeliklarni anglagan holda, masalan, aytib bera olish. Tarixiy savodxonlik nima va tarixiy savodxon inson kim? Bu aynan ключевой nuqtasi desak hech mubolag'a bo'lmaydi deb o'ylayman. Demak, mavzuyimizni tarixiy savodxonlik bu tarix bo'yicha shunchaki tushuncha, qanaqadir bitta ikkita nomlarni bilish, bitta ikkita terminni bilish, bitta ikkita yilda nima bo'lganini bilish emas, ancha muncha darajada demak oddiy qilib aytganda bir jирныйgina ma'lumotlar jamlanmasiga ega inson tarixiy savodxon. Tarixiy savodxonlik ham bir demak o'sha go'shtligina bir masalan anchagina bir ko'p va ma'nosi, mohiyati bor bilimlarda bir qayerdagi qalang'i qasang'i bilimlar emas. Ana YouTube kanalidan bilib oldim yoki mana bu kitobdagi taxmin bo'yicha gapirdim deyish emas. U kitob qanaqa kitob? U ilmiy jihatdan asoslanganmi? U YouTube kanalida masalan boshqarayotgan inson kim? O'zi tarix yo'nalishi bo'yicha gapirish uchun hech bo'lmasa maktabdagi 11 ta darslikdan xabari bormi хотя бы? Mayli yodlab olgan bo'lmasa xabari bormi? O'shandagi narsaga asoslangan holatda gapiryaptimi yoki sharlatanlik qilyaptimi? O'zini qandaydir tushunarsiz falsafasiga tarixni tiqib. Xullas, shu uchun demak tarixiy savodxonlik demak bu ilmiy bilimni bir nechtaligi va uni bir jo'yali bilimlarda jamlanmasi. Tarixiy bilimlarini qanday qilib saralab o'rganish va o'zlashtirilmagan bilimlarni qanday qilib aniqlashtirish mumkin? Tarixiy bilimlarini qanday qilib saralab o'rganish mumkin? Xo'p. Ya'ni hali o'zlashtirilmagan bilim nima-yu, o'zlashtirilgan bilim nima? Qaysi bilimni bilmaysiz? Masalan, sizga ham savolda, masalan, hurmatli kuzatuvchi. Qaysi bilimni bilmaysiz? Va u bilimni o'zi manbai nima? Qanaqadir kitobmi? Qanaqadir materialmi? Kartografiya, qanaqadir xaritami? Qanaqadir jadvalmi? Nima masalan? Qanaqa manbaga asoslangan? Xuddi o'shandan kelib chiqqan holatda aynan o'sha material, manba, o'sha yozma masalan ma'lumotda demak bitta ikkita narsa esingizda qolgan, boshqa narsalar esingizdan chiqib ketgan. Biladigan narsangizga e'tiborda qaratmaysizda. Bir sidra целый holatda tekstni o'qib chiqqaningizdan keyin ham ma'lumotlarni yoki mavzularni, bo'limlarni deylik, nima bo'lsa ham o'qib chiqqaningizdan keyin albatta ilmiy asoslangan manbani nimalarni bilasiz? Bilmaydigan narsalaringizni xotirangizga saqlashga harakat qilishingiz kerak. Bunda tarixiy pedagogik metodlar bor, psixologik metodlar ham bor. Qanday qilib xotirani yaxshilash kerak, jabr aytish mumkin bo'lsa agar amneziya darajasiga yetmasdan turib xotirani polностью sekin-sekin xotiramdan chiqib ketyapti-da yoki xotiram to'lib qolganda ustoz har sohadan bir shingil xilidanman, hamma sohani miyamga omoqda qilib tiqib, miyamni charchatib qo'ydim. Bu balki miya charchash emasdir, bu balki hattoki depressiya, stress ko'rinishidir. Miya o'sha stressda, miya zo'riqda, ruhiy zo'riqish holatidasiz deb aytgingiz keladi-da. Masalan, shunaqa o'quvchiga nimaga har sohadan bir shingil qilasiz? Bitta sohani o'shing. Mana shu joyda masalan, men o'quvchilarim orasida ham bo'lgan. O'zi masalan nima desa bo'ladi? Tarixga o'zi layoqati yo'q odam, pedagogik layoqati yo'q odam
lekin tarix yo'nalishida o'qimoqchiman yoki huquq yo'nalishida o'qimoqchiman. Sizda huquqshunos mutaxassis yoki tarix o'qituvchisi mutaxassis yoki hattoki tarixshunos mutaxassisni ko'rmayapman. Men chunki akademik davraga do'stupi bor, aloqasi bor insonman. Tarix yo'nalishida universitet talabasiman. Amaliy va gumanitar fanlar fakulteti, demak tarix yo'nalishi talabasiman deb bir necha bor aytganman. Ba'zi o'quvchilarim "Xo'p, ustoz, tushundim, demak bu fan biz uchun emas ekan" deb ketishgan. Chunki o'zlashtirish darajasi ham to'g'ri kelmaydi. Haddan tashqari sust o'zlashtirishi bilan men u o'quvchini tayyorlaganimdan keyin meni yuzimni yorug' qilish emas, u baribir ota-onasining ham ishonchini oqlolmaydi u o'quvchi. Masalan, kontraktga ilingan holatda ham kontrakt 4 yil, 5 yil kontraktini to'lab diplomli hech kim bo'ladi-da. Shu uchun masalan aytayotgan narsam juda ham aniqlik va tartib degan narsa borda, порядка и определение. Shu narsaga juda ham e'tibor berish kerak. Masalan, qadimgi Misr xo'jalik hayotini bilasiz. Uchidan ipidan ignasigacha bilasiz. Lekin siyosiy hayotini bilmaysiz. Ikkita podshohlik yuzaga kelgan. Janubda yuqori podshohlik, shimolda quyi podshohlik yuzaga kelgan. Ikkita podshohlik urushgan. Demak, mana shu qaysi podshohlikda Firavni g'olib bo'ldi va birlashgan yagona Misr davlatini ilk Firavnlar sulolasining bir asoschisi, boshidagi bir inson sifatida tanildi. Bu narsani bilmaysiz. Demak, siyosiy jihatiga e'tiboringizni qarating. Mana shunday tayyorgarlik qurilsagina nasib qilsa ijobiy natijaga erishish mumkin. Tarixiy bilimingiz bormi yoki tarix ilmiga egamisiz? Ba'zi insonlar bilim bilan ilm o'zi nimaligini tushunmaydi. Masalan, bilim bu bilib olish bilim. Mало ли что nima знание, o'sha bilim hisoblanyapti. Sharlatanlar ham bilaman deydi. Albatta qo'sh tirnoq ichida balki o'zicha bilar, balki qanaydir ma'noda ozgina bo'lsa ham balki haqiqatan ham ilmiy bir asosiga egadir u gapirayotgan narsa yoki haqiqatan real voqelikda ba'zi bir insonlar haqiqatan u sharlatan deyotganim nima, masalan, nomutaxassis yoki soxta mana shu fanga da'vogarlik qilayotgan ustozman, tutor yoki repetitorman deyotgan insonlar yoki masalan bizning yo'nalishimizda tarixdan so'z ochadiganlar ko'payib ketgan. Ko'pchilik o'zi uchun zo'r tarixchi go'yoki. Vaholanki tag tomirini bir so'rab surishtirib kelsangiz, tarixiy hech bo'lmasa sertifikati ham yo'q bo'ladi ba'zi holatlarda, lekin YouTube'larda ba'zi bir holatlarda e'tibor berganman. Nimagadir diplomi bor, mutaxassis, hech bo'lmasa bakalavr, ya'ni o'sha fundamental akademический bazaviy образованиеsi bor inson emas deb o'ylaysizda. Bittada videoni ko'rishingiz bilan ощущение uyg'onadi-yu, insonda ilk taassurot qoladi. Shunaqa taassurot menda shunaqa taassurot uyg'otgan YouTube kanallari bo'lgan yetarlicha. Shu uchun demak tarixiy bilim, tarixni hamma biladi deb o'ylayman. Hech bo'lmasa bir dona ma'lumotni bo'lsa ham kimdir biladi. Tarix hech bo'lmasa bu o'tmish ilmi deydi. O'tmish haqidagi ma'lumotlarda bir majmuasi hisoblanuvchi fan deydi. Tarix ilmiga kelsak, endi ilm bu amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan har taraflama isbotlarga, dalillarga to'laqonli bir o'sha ekspertiza deyiladimi, o'sha to'laqonli har taraflama laboratoriya yoki analiz, sintez, turli xil, endi qaysi fanligiga bog'liq to'laqonli isbotlangan va inkor qilib bo'lmaydigan darajadagi dalillar bilan quvvatlangan, qo'llab-quvvatlangan fan bilimlari bu ilm deyiladi. Bilim bu bitta ikkita narsa, bilim bu ma'lumot. Ilm bu o'sha fan, o'sha sohani jamlanmasi. Ilm deb masalan hech bo'lmasa aytishimiz mumkin, o'rta maxsus kollej yoki texnikumda o'qiyotgan, masalan pedagogika kollejida o'qiyotganlarni, pedagogika texnikumda o'qiyotganlarni aytish mumkin balki o'rta maxsus mayli, lekin anaqa ma'lumotga ega среднее специальное образование deb yoki bakalavr, magistr yoki endi doktorantura, то есть falsafa doktori, fan doktorlari endi juda ham hurmatli olimlarimiz, hurmatli ustozlarimiz. Ularni aytmaslikda iloji yo'q. Lekin qanaydir ma'noda tarix fani bo'yicha o'zi hech bo'lmasa elementar ma'lumotga ega bo'lmagan yoki analiz va sintezni sog'lom fikrlash, sog'lom tafakkur bilan qilishni bilmaydigan, unaqa narsa nimaligi haqida razumeniyasi yetmaydigan ba'zi bir insonlar
tarixdan gapirmasa hech kim xafa bo'lmasdi deb o'ylayman. Masalan, men o'zimdan kimnidir yasamayman. Men tarix doktori, tarix falsafa doktori, fan doktori yoki magistr emas. Men hattoki tugallangan bakalavr ham emasman. Men bakalavr darajasidagi talabaman. Talabaligimni, o'zimni o'rnimni, hurmatimni chiroyli bilgan holatda mana masalan men o'zimni bo'lajak kasbiy faoliyatimni boshlang'ich ko'rinishi sifatida mana YouTube'da o'zimni kanalimni olib boryapman. Masalan, men aytsam bu qo'pol aytganda qasamxo'rlik bo'ladida, yolg'on gapirish. Yolg'onchiga kim ishonadi? Hech kim ishonmaydi alal-oqibat baribir. Agar ishonadigan inson baribir ishonaversa, sal laqmaroq bo'lmasa agar hech kim ishonmaydi alal-oqibat yolg'onchi insonga. Adekvatniy tafakkurga ega, dunyoqarashi, mirovozзренияsi здоровый, нормальный odam ishonmaydi. Shu uchun demak, tarix bilimi va ilmini farqiga borish kerak. Mana hurmatli kuzatuvchilar, demak sizlarga 4 ta savolga javobni berdim. Navbatdagi videoroligimga yakun yasasam bo'ladi. Kelasi video darslar, balki videoroliklargacha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.